Ikki yetim. Ali Tantoviy. Mojid o'qiyotgan narsalarini fahmlamayotganini bilib turardi. Ko'zlari harflarni taniyotgan, o'qiyotgan bo'lsa-da, biroq ongi ularni ma'nolarini idrok etmayotgandi. U hozir dars haqida o'ylamayotgandi, balki uylariga yangi beka bo'lib kelgan anavi makkor ayol boshiga solgan dard-sitamlar, o'zi va bechora singlisining hayotini qanday barbod qilib yuborgani haqida o'ylardi. Kundalik daftariga qaradi. Imtihonga bir hafta qolibdi. Tayyorgarlik ko'rish kerak. Ammo qanday o'qisin, qay yo'sinda tayyorgarlik ko'rsin? Bu uyda xotirjamlik bo'lmasa, axir anavi ayol uni tinmay quvayotgan, azob berayotgan, birdam tinchlik bermayotgan bo'lsa, unga aziyat berishdan to'xtasa, singlisini qistovga olib qarg'ish yog'dirsa. Ammo yuqori sinfda o'qiyotganning ilk kunlaridan sinfdan qolib ketishni aslo xohlamasdi. Chunki boshlang'ich sinflarda eng a'lochilardan edi. Shu uy xayollar og'ushida ekan, bo'ron ovozi eshitilganday bo'ldi. Bo'ron tursa, shoxlarni sindirib, novdalarni payhon qilib ketadi. Ortidan yomg'ir yog'ib, yerni sug'oradi. Keyin quyosh charaqlaydi. Yangi novdalar unib chiqadi. Bu uyning bo'roni esa har soatda kelib, uning va 6 yashar singlisining qalbini sindiradi. So'ng bu siniq hech qachon tuzalmaydi. Dalaga kelgan bo'ron tashqarida go'zal, beozor ko'rinadigan anavi ayoldan ko'ra zararsizroq aslida. U ayol muloyimlik husn ortiga yashirgan zaharli ilon misoli edi. Bola shu xayolda o'tirarkan, ayolning haqorat va tahqirlari shol bugur qo'lini yana ishga solgani eshitildi. Ma'sum singlisi tag'in kaltak yeya boshlagandi. Bola joyida o'tira olmay qoldi. Lekin otasidan qo'rqqani uchun singlisini himoya ham qila olmasdi. Otasi juda tez o'zgargan, yangi xotinining hamma gapiga ishonar, hali hayot nimaligini anglab yetmagan norasida bolalariga qarshi o'gay onaning yonidan turib jang qilardi. Bola o'rnidan turdi-yu, derazadan tashqariga termilib turib qoldi. Singlisi devorga suyangancha ko'z yosh to'kar. Ko'zlari sarg'aygan, kiyimlari uniqib ketgan, uning yonida yuzidan zahar tomayotgan, ko'zlari olaygan, qimmatbaho kiyimga mag'rur turgan ayol bor edi. Bu holni kuzatib, bolaning qalbi ezildi. Hasrati ko'zlariga yosh bo'lib chiqdi. Singlisining gunohi nima ekanki, buncha azob tortsa? Axir yaqin kunlarda ham otasining ko'z quvonchi bo'lgan u emasmidi? Nima gunoh qildiki, bir pasda faqat haqorat, tahqir eshitadigan, kaltaklanadigan, xorlanadigan qizaloqqa aylandi. Uning o'rnini 2 yoshli o'gay singlisi egallagan, barcha erkalanishlar, sovg'alar kichik singlisiga edi. Unga xuddi bu uyda yolg'iz malikadek muomala qilinardi. Bolaning o'z singlisi esa otasining uyida xizmatkor kabi, balki undan ham yomonroq munosabatga mahkum etilgandi. Diyonatli kishilar hatto xizmatkorni ham xuddi o'z oila a'zosidek qabul qilishadi. Otasida esa odamiylik butkul qolmagan chog'i. O'z bolalariga ham begonaday bo'lib qolgandi. Agar qalbi bo'lganida o'z bolalariga hech yo'q bir xizmatkorchalik muomala qilardi. Alloh bu bechoralarga onasidan ayrilib, otasidan yetim qolib qolishdek katta sinovni bergan ekan. Onasi-ku vafot etdi. Otasini esa vijdoni o'lib, ular g'art yetimga aylangandi. Beri kel, qurib ketgur cho'chqa. Bola o'gay onasi uning singlisini chaqirayotganini bildi. O'gay onasi uchun singlisining ismi shunday edi, cho'chqa. Uni doim shunday taqirlab chaqirar, faqat kechki payt otasi kelganda, jonim qizim,
kela qol der. O'z qiziga esa doim ko'zimning qorasi suyukligim deb murojaat qilardi. Uning bo'kirgan ovozi yana hovlini tutdi. Singling yig'layotganini eshitmayapsanmi? Qara, xohlayotgan narsasini tez ber. Hoy, nima bo'lo, soqovmisan? Nima xohlayapsan deb ayt. Bechora singlisi titragan ovozda javob berdi. Shokolad yemoqchi ekan. Unda nega molga o'xshab baqirayib turibsan? Ber. Bechora qizcha o'gay onasiga oxirgi qolgan bo'lak o'ziniki ekanini ayta olmay turardi. Kecha otasi bir hovuch shokolad olib kelib, kichik qiziga bergandi. U yer, opasi tamshanib qarab turardi. Shunda o'gay onasi xuddi mushukka luqma tashlagandek uning oldiga ham bitta shokolad uloqtirgan. Qizcha sevinch bilan uni ikki qo'li orasiga olgan. Tezda yeb qo'ygisi kelsa-da, quvonchini uzoqroqqa cho'zish uchun avaylab yashirib qo'ygandi. So'ng tez-tez yashirib qo'ygan joyiga qarab, shokoladni ko'rib, qo'liga olar. Biroz qarab turgach, qayda yashirar, ko'ngli xotirjam bo'lavermagach, xazinaning joyini yana o'zgartirardi. Bir gal ishtahasi g'olib kelib bir tishlam tishladi va buni erkatoy singlisi ko'rib qolib, shokolad so'rab yig'lay boshladi. Qizcha tezda shokoladni yashirgan bo'lsa-da, endi kech edi. Ko'rib qurib ketgur la'nati, shokolad qani? O'gay onasi qizchani qistovga oldi. U qo'rqib qolganidan javob ham bera olmasdi. Shunda kichik singlisi anavi yerga yashirdi deb qoldi. Ayol o'z qizi ko'rsatgan joydan bir tishlangan shokoladni topib olarkan, o'gay qiziga yeb qo'ygudek qaradi. Xuddi u jinoyat ustida qo'lga tushib qolganday edi. O'gay ona uni sochidan tutib sudiray boshladi. O'g'ri, la'nati, onang senga shunday tarbiya berganmidi hali? Mojid har narsaga chidashi mumkin edi, biroq onasini yomon otliq qilishlariga sira chidolmasdi. U o'zini tutib tura olmay baqirib yubordi. Hoy, onam haqida yomon gap gapirishga haqqingiz yo'q. Ayol kutilmaganda o'ziga qarshi chiqqan bolani endi ko'rayotganday qarab turdi. So'ng yeng shimarib unga hezlanib kela boshladi. Mojid esa xuddi kattalardek unga parvo qilmadi. Bu holi o'gay onasining g'azabini toshirdi. Voy Zumrasha nonko'r, endi nima deyishimni sendan so'raymanmi? O'zimni charchatib, ovqatingni tayyorlab beraman, xizmatlaringni qilaman. Sen bo'lsang kitob daftar ko'tarib yurishdan boshqasiga yaramaysan-ku. Yana tiling chiqib qoldimi? Sen ham onangni bolasisan-da. Mojid esa unga tik qarab qat'iy gapirdi. Men sizga onam haqida gapirishni bas qiling dedim. Aks holda o'zim ovozingizni o'chirib qo'yaman. U o'gay onasi tomon yaqinlashdi. Ayol hayiqdi, baqirib dodvoy sola boshladi. Qo'shnilarga eshittirib, meni urmoqchimisan? Xoin, yaxshilikni bilmagan, sho'rim qursin odamlar. Hoy haloyiq, qutqaringlar. Bir ikki qo'shni chiqib, ayoldan hol so'raganday bo'ldi. Mojid xonasiga chiqib ketdi. Xona deganimiz tepa qavatdagi bir burchak bo'lib, beka uni kamroq ko'rish uchun shu joyni ajratib bergandi. Kechki payt ota ishdan keldi. Odatdagiday yuzlarini tirishtirib xo'miraydi. Bolalariga sira tabassum qilmay qo'ygan, shunday qilsa bolalari o'ziga nisbatan jur'atli bo'lib qolishidan cho'chirdi. Mojidning otasi ilgari undaymasdi. Yangi beka uyga kelib, uni bu holga solib oldi. Mojid va singlisi erkalansa, xulqi buzilishini, ularga qattiqqo'l munosabatda bo'lishi kerakligini bot-bot aytdi. Albatta bu gaplarni muloyim ohangda ishvalanib aytar, eri uyga keladigan paytga yaqinlashganda shaytoniy niqobini yechib, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan ma'sumaga aylanar. Hatto kiyimlarini almashtirib yasan-tusan qilib olardi. Eri o'zining qizini
mening qizimdan ustun ko'rayotgan ekan deb o'ylamasligi uchun ikkovga bir xil kiyim kiydirishni ham unutmasdi. Ota kelganida ayol uni iltifot bilan kutib oldi, lekin yuziga mazlumlik ifodasini shunday bergan ediki, hali so'zlamasdanoq bugun uyda nimadir bo'lganini payqadi. Kiyim alishtirish uchun yotoqxonaga kirarkan, ayoli ortidan ergashdi. O'sha yerda bo'lgan voqeani eriga 10 qo'shib yig'i aralash aytib berdi. Erining g'azablanganini ko'rib, tag'in bolani urmang, sal tanbeh berib qo'ying deb aytdim, deya ko'z yoshlarini artgan bo'ldi. Eri xonadan chiqqanidan ko'ziga hech narsa ko'rinmasdi. Oldiniga qizini chaqirdi. Qizalog'i mo'ltirab yelkasini qisgancha xuddi o'limga yetaklayotgan odamdek bir alfozda otasining oldiga keldi. U yo'lbars changalida turgan uloqchadek nochor turardi. Ota qizchani gumondordek turg'azib qo'ydi. O'g'irlik qildingmi deb bir og'iz so'rab surishtirmadi. Balki o'g'irlikning naqadar yomon ish ekanligini aytib, tanbeh berarkan, nozik yelkalardan turtib silkidi. Qizaloq tushunganini bildirish uchun boshini irg'arkan, o'ksinib yig'lar, o'zini oqlashga urinmasdi ham. Ota o'g'li Mojidga ko'z qiri bilan qarab turar, shu qarashda unga hozir naqadar yomon bo'lishini bildirmoqchiday edi. Ne ajabki, Mojid bugun boshqacha, qo'rquvsiz ko'rinardi. U singlisi o'g'irlik qilmaganini bilar, unga tuhmat qilishganiga jim qarab tura olmagandi. Shaxt bilan otasining oldiga kelib, bor gapni aytmoqchi bo'ldi. Biroq bu dadilligi boshiga tushajak baloni tezlashtirdi xolos. Darg'azab otaning tovushi uyni titratib yubordi. Ey orsiz nonko'r bola, sen hali onangni urmoqchi bo'ldingmi? 14 yoshga kirib, endi katta odam bo'lib qoldim deb o'ylayapsanmi? Odam o'z onasiga qo'l ko'taradimi? Badbaxt, hozir qo'lingni urib sindiraman. Dada Xudo haqqi unday emas. Hali surbetlik ham qilasanmi? Onangni yolg'onchi deyapsanmi? Yolg'onchi demayapman, lekin sizga to'g'ri bo'lmagan gaplarni aytibdi. Ota o'rnidan sakrab turib, o'g'li tomon otildi. Aqlini yo'qotgan majnun kabi uni urib tepa ketdi. So'ng g'azabi bosilmadi shekilli, o'g'lining kitob daftariga ko'zi tushib, hamma darslarini yozib tayyorlagan daftarini olib yirtib tashladi. O'g'li jon holatda daftarni saqlab qolishga urindi, ammo yana shapaloq yeb yiqilib tushdi. Bir burchakda qo'rquvdan g'o'janak bo'lib boshini qo'llari bilan berkitib yig'layotgan qizaloq va akasi kechki ovqatsiz qoldirildi. Ayol ularni ajratgan kishi bo'lib oraliqda turarkan, Mojidga ma'noli qarab, eriga bildirmay istehzoli kulib qo'yardi. Er-xotin kichik qizchasi bilan birga ovqatlanib, xonasiga kirib ketishdi. Mojid esa ochiqqanini bilmas, tunlari allamahalgacha uxlamasdan yozib chiqqan vazifa daftarining yirtilgan bo'laklariga qarab o'tirar, mushtlari tugilib, tishlari g'ajirlab ketardi. So'ng xuddi urush maydonidagi bir ona bombadan parcha-parcha bo'lib ketgan bolasining jasadini to'plagandek, yig'lay-yig'lay daftar bo'laklarini yig'a boshladi. Qarasa, u 1000 bo'lakka bo'lingan, to'plash ham, tartiblash ham imkonsiz. Daftar holiga keltirib, o'qib bo'lmas darajaga kelgan. Endi imtihondan yiqilib, 1 yil umri zoyi ketganiga, muammo yana kattalashganiga ishondi. Ko'z oldidan o'tmish kunlari xuddi film tasmasi kabi o'ta boshladi. Dunyodagi eng nurli chehra onasining siymosi ko'rindi. Onasi yosh va sog'lom holda edi. Yana oldingi uylarini, undagi tinchlik, xotirjamlik va mehr-muhabbatni ko'rdi. Mehrga to'la ko'zlardan otalik ruhi ufurib turadigan, qo'llari doim sovg'a-salomga to'la, tili shirin, so'zlarga boy, gapirishni yaxshi ko'radigan o'shandagi otasini ko'rdi.
Bora bora onasi bemor bo'lgan davr ko'rindi. Mojid uning kasalligiga parvo qilmas, o'tib ketadi deb o'ylardi. So'ng hovliga to'plangan qarindoshlar paydo bo'ldi. Hammasini yuziga mahzunlik, yig'i dodvoylar. Hamma uni uydan uzoqlashtirishga urinar, nimanidir yashirishardi. Lekin u onasi vafot etganini yaxshi anglab turardi. Onasi vafot etganini bu jumla tildan osongina chiqadi. Ammo u avvallari o'lim haqida eshitgan, kitoblarda o'qigan. Biroq yaqin kishisidan ayrilib ko'rmagandi. O'lim oldin ularning xonadoniga kirmagandi. Biroq o'sha kunlar unga o'lim nima ekanligini anglatib qo'ydi. Ertasi tongda onasining yoqimtoyi va shirintoyi bo'lgan singlisining yig'isidan ko'zlarini ochdi. U o'sha paytlar otasining ham erkatoyi edi. Qarasa singlisining yonida uni emizib ko'ksiga bosadigan onasi yo'q. Singlisining yig'isi kuchaydi. Bola onasini chaqira boshladi. Oyi, oyi. So'ng o'rnidan turib uni izladi. Qarasa otasi va bir qancha qarindoshlari yig'lab o'tirgan ekan. Ulardan onasi qayerda ekanini so'radi. Javob berishmadi. Maktabga ketmoqchi bo'ldi. Tag'in sumkasini tayyorlab, kiyimini kiydirib qo'yadigan onasini topolmadi. Eshik yonida uni o'pib kuzatarkan, hech kim bilan urushmagin, ko'chalarda o'ynab yurmasdan tezda uyga qaytgin deb nasihat qiladigan onasi hech qayerda yo'q edi. Maktabdan qaytganida singlisini emizib o'tirgan begona ayolga ko'zi tushdi. Ko'z oldidan film kabi o'tayotgan sahnalar davom etdi. Dastlabki kunlari otasi unga do'st, mehribon edi. Unga va singlisiga ham ota, ham ona bo'lishga harakat qilardi. Lekin ota o'sha mash'um kundan boshlab o'zgardi. Mojidning ko'z oldida o'sha mash'um kun keldi. U kuni otasi unga bunday degandi: "Mojid, bugun uyimizga yangi onangiz keladi." Yangi ona? U avval bunaqa so'zni sira eshitmagandi. Yana bir uka yo singil kelishi mumkinligini bilardi. Chunki onasi uylariga singlisini olib kelib, uni rosa quvontirgandi. Lekin bu yangi ona degani qanday bo'larkin? U tushuniksiz bir kayfiyatda yangi onani kutdi. U ham ko'p kuttirmay keldi. Ko'rinishidan latofatli edi. Kiyinishi chiroyli, yonoqlari shafaq rang, labi boshqa ayollarnikiga o'xshamagan qizg'ish-top edi. Lekin unga yangi ona yoqmadi. Ayol avvalga muloyim, iltifotli ko'ringani bilan oradan biroz vaqt o'tib, yaxshi o'rnashib olgach o'zgardi. Ayniqsa qizini dunyoga keltirgach, Mojid va singlisiga kun bermaydigan bo'ldi. O'tmish tasmasi o'chib, go'yo film tugadi. Mojidning ko'z o'ngida undan faqat mana shu qabih, makkor qiyofa qoldi. Bu kattalasha borib, bolaning xotiralar ziyosini, umid uchqunlarini so'ndirib qo'ydi. Bola tizzasiga bosh qo'yib, uxlab qolgan singlisining sochlarini silagancha xayol surib o'tirarkan, yoqimsiz qahqaha eshitildi. Seskanib ketdi. Uning ovozi Mojid uchun boyo'g'lining sayrashiday xunuk edi. Onasi o'rnini egallab olgan bu ayolning qahqahasiga otasining ringlagani esh bo'ldi. Qo'rqib uyqusidan engragan singlisi och ekani esiga tushdi. Ehtimol bu sho'rlik tushlik ham qilmagandir. Chunki anavi ayol unga kun bo'yi o'zi va qizining xizmatini qildirdi. Bir bo'lak non bergan bo'lsa bordir. U o'zining qiziga yashirincha shirin ovqatlar berardi. Shunday qila-qila singlisi kasal va holsizlanadigan, tag'in o'zini mehribon ko'rsatib, otaga "Bu bechora qizchangiz og'ziga bol tutsam ham tushlik qilmadi. Qarang, shifokorga ko'rsatmaymizmi?" derdi. So'ng eri taraddudlanib qolmasidan gapini davom ettirardi.
lekin shifokor ham nima qilib bera olardi? Xulqi yomon, qaysar bo'lsa, ovqatga chaqirsam yemadi, qaysarligi o'ziga zarar. Shunda otasi uni chaqirib bunday derdi: "Hoy qiz, bu qaysarlik nimasi? O'tir, ovqatingni ye, bo'lmasa kaltak yeysan." Qizaloq ovqatlanish uchun kelar, ayol unga yashirincha tahdidli nazar tashlar, qiz bechora qo'rqib yana ortiga tisarlardi. Shunda ayolning ko'zlari chaqnab eriga: "Ana aytmadimmi sizga, qaysarning qaysari bo'lgan, yaxshilab tarbiya qilish kerak bularni", derdi. Shunda otaning jahli chiqib tarbiya berish uchun qizini qulog'idan tortib xonasiga haydab chiqarar, mana shu uning har kunlik kechki nasibasi bo'lardi. Mojid ko'zlaridan oqqan yoshni artarkan singlisini ko'tarib oldi. Singlisi ozg'in qo'llari bilan akasini bo'ynidan qucharkan, "Oyijon" deb engradi. Akasi biroz xavotirlandi. "Nima bo'ldi senga?" "Bo'ldi, yig'lama jonim. Qornim och." Singlisi ko'zini ochib, o'zini akasini quchog'ida ko'rdi. "Qornim ochib ketdi, akajon." Akasi jimib qoldi. Nima ham desin, qayerdan ham yegulik olib kelsin. Lekin singlisi yig'lay boshlaganini ko'rib, uni joyiga yotqizdi. So'ng biror narsa topish uchun izlana boshladi va nasiba topganiga xursand bo'lib ketdi. Qarasa, oshxona eshigi ochiq. Odatda doim qulflangan bo'lardi. Dasturxonda kechki ovqat qoldiqlari shundoqligicha qolgan ekan. Ularni singlisiga olib keldi. Harna qorinlari biroz to'yganday kayfiyatlari ko'tarildi. Singlisi uxlab qolgach, Mojidning xayolini yana o'tmish lavhalari band etdi. Onasining siymosi tabassum bilan qaragani ko'z oldiga gavdalandi. Uni alqaganday bo'ldi nazarida. Bu hol unga tez-tez namoyon bo'lganidan ortiq e'tibor qilib o'tirmadi. O'tmish xotiralariga g'arq bo'lganida hozirgi kunlarni, bu holini unutardi. Shiriнгina uxlayotgan singlisiga mahzun yetim qizni emas, balki onasi erkalatib yaxshi ko'radigan suyukli qizaloqni ko'rardi. Hozir ham yirtilgan daftari, nohaq kaltak yegani esidan chiqarkan, qulog'iga onasining mehrli ovozi o'rnashib qoldi. Go'yo uni chaqirganday bo'lardi. Biroz quloq solib turgach, sekingina ergashdi. "Tur jonim singlim, onamning ovozini eshityapsanmi? Yur, u bizni chaqiryapti. Ketamiz", dedi. Singlisi qo'rqib uyg'ondi, chunki u chaqirishi mumkin bo'lgan ona faqatgina anavi ayol deb bilardi. Undan qo'rqar, sira uning oldiga borishni istamasdi. U ayolning eng katta jinoyati bu ma'sum qizchaning qalbiga ona degan so'zdan qo'rqishdek ayanchli bir vahima solgan edi. Akasi esa xuddi esi og'ib qolganday unga noma'lum tomonni ko'rsatib, "Kel go'zalim, ana mehribon onajonimiz chaqiryapti. Ana u chiroyli bir joyda, hamma narsasi bor bo'lgan bir bog'da yuribdi. Go'zalim tuzalib ham ketibdi. Ovozlarini eshityapsanmi?" derdi. Singlisi hech qanday ovoz eshitmagan bo'lsa-da, akasiga ishonganidan uning bo'yniga osildi. Mojid uni ko'targancha eshikni ohista ochdi. Ikkisi noma'lum qorong'ulik qo'yniga singib ketishdi. Ertasi kungi gazetalarda qabristonda 14 yashar bola va 6 yashar ozg'in qizaloq onasining qabri ustida uxlab yotishgan holda topilgani yozildi. Ular tezda shifoxonaga olib borilgan. Qizaloq bu sovuqda o'lim yoqasiga kelib qolgan, faqat noma'lum mo'jiza bilangina o'lmagandi. Akasi ham aqldan ozganday isitmalab, goh imtihon, yirtilgan daftarlar, chaqirgan onasi haqida, goh qandaydir ilonga o'xshagan makora ayol haqida alahsirab yotardi. 2 yetim. Ali Tantoviy.